Shoshilinch xabar. Ozoda Nursayedovaning klipida suratga tushish jarayonidagi avtohalokat haqida yana bir jiddiy ma'lumot e'lon qilindi. Sabrina Jabborovani urib yuborgan aktrisa qiz aloqaga chiqdi. Aslida nima bo'lgan? Unga kim tuhmat qilgan va uni kim bu ishni qilishga majburlagan? Bu haqda batafsil video davomida bilib olasiz. Ozoda Nursayedovaning Dilbarim qo'shig'iga ishlangan klip syomkasida gelik boshqarib 22 yoshli aktrisa Sabrina Jabborovani urib yuborgan qiz aloqaga chiqdi. Sabrina opadan uzr so'ramoqchiman. Ular shifoxonaga tushgandan beri uzr so'rab kelaman. Men shu paytgacha qattiq shokda va stressda edim. Buning ustiga onam ham operatsiya bo'ldilar. Ularga qarashim kerak edi. Shu uchun ham shu kungacha aloqaga chiqa olmadim. Men 16 yoshman, 17 ga ham to'lganim yo'q. Lekin men yosh bo'lsam ham hech kim ayab o'tirmadi. Shunda ham boshqalarning xatosini aytmasligimni so'rashdi. Allohning sinovi bilan avtomobil ruliga men to'g'ri kelib qoldim. Qonun oldida javob berishga tayyorman. Men bu klip syomkasiga Ozoda Nursayedovaning hurmatlari uchun borganman. Men o'shanda Shahrisabzda edim. Ahad Qayum onamga qo'ng'iroq qilib, klip syomkasiga taklif qilishgan. Onam esa boshdan meni jo'natishga qo'rqqanlar. Maktabimdan ta'tilda bo'lganim uchun Toshkentga syomkaga keldim. Syomka jarayonlari boshlandi. 2-3 kun uxlamay klipni suratga oldik. Bu voqea syomkaning oxirgi 3-kunida yuz berdi. O'sha kuni syomkaga bordim. Kostyumerlar kiyimlarimni tayyorlab qo'yishgan ekan. Krossovkada edim. Ular kadrda oyog'im ko'rinishini, shuning uchun poshnali oyoq kiyim kiyishim kerakligini aytishdi. Shundan so'ng gelikni haydashimni aytishdi. Ahad Qayum ularga bu mashina haydashni biladi degan ekan. Lekin men avval gelik haydab ko'rmagandim. Buni aytdim. Gelikni haydab kelgan haydovchi qayta menga uni qanday haydash kerakligini tushuntirdi. Ijodiy guruh o'z murojaatlarida ssenariyda avtomobil boshqaradigan joyi yo'q edi deyishdi. Unda nega menga o'sha kuni mashina haydaysan deyishdi. Shu tarzda syomka boshlandi. 4-5 ta kadr olindi. Bu voqea oxirgi kadrda bo'ldi. Bu yerda odamlar ko'p-ku, qanaqa qilib haydayman deb so'radim. Shuhrat va Abror akalar, masofkaga javobgar odamlar bor, sen ularga qarama deb aytishdi. Keyin men mashinani boshqarayotganimda sen yo'lga emas, kadrga, oyna tarafga qara deyishdi. Shundan keyin men boshqaruvni yo'qotdim, chunki ko'zim yon tomonga qarayotgan edi. Ham poshnali tuflida mashina haydash qiyin ekan. Ushbu voqeadan keyin men hushimni yo'qotganman. Ular Sabrina opani kasalxonaga olib ketishgan deydi Sevinch.